Bugun biz ilgari hech kim qilmagan ishlarni qilamiz. Lamborghini'ni gidravlik press bilan bosamiz. Devorlariga o'rgimchak odamdek yopishamiz. Hamma yoni fil pastasi bilan to'ldirib chiqamiz. Basseynni milliarddan ortiq orbizlar bilan to'ldirib chiqamiz. Birinchi tekshiradigan narsamiz mana shu devor poyezdni to'xtata olarmikan? Bu devorning balandligi 6 metr va qalinligi 1 metr. Uni sindirish oson emas. Qani boshlab berchi? Katta pishloq. Seni yomon ko'raman. Bo'ldi, yoqinglar. Poyezd. Poyezd ketdi, lekin devorni buzolarmikan? Voy xudoyim. Xo'p, poyezd bu devorni buzib o'tdi. Sal kechroq 5 ta KAMAZ uni to'xtata olarmikan? Ko'ramiz. Keyingi eksperimentimiz uchun men mashina sotib oldim va katta rampa qo'ydim. Endi ko'ramiz qancha avtobus ustidan mashina uchib ketadi. Qancha avtobusdan o'tadi? Nima deb o'ylaysizlar? Uchta. Menimcha hamma 12 tasidan o'tadi va tekis o'rmonga qarab ketadi. U avtobuslardan teshib o'tdi. Voy qoyilmaqon. Farsash kinoyu. Endi reaktiv dvigatel bilan. Aytgancha birinchi mashina solishtirish uchun edi. Etish esimdan chiqdi. Bu esa haqiqiy eksperiment. Ana kelyapti. Ana kelyapti. Lekin juda tez. U yomon ham avtobuslarni buzib o'tdi. U avtobusning chetiga tiqilib qolgan. Qanaqa qilib haligacha turibdi-ya? Ey, Jimmy. Ha? Bu yerda parkovka qilish mumkin emas. Keyingi eksperiment uchun bizda 1 milliard arbiz bor. Bu juda ko'p. Biz Tarikning mashinasini vertolyotdan tashab ko'ramiz. Bitta kichkina muammo bor, u hali buni bilmaydi. Qani Tarik, menga kamerani berib tura olasanmi? Nima deb o'ylaysan? Ayoda nima ekan? Bu meni mashinam. To'xta, meni mashinam. Manba iPodga qara. Mana, sen parkovka qilib qo'ygan mashinang. Men ertalab uni o'sha yerga qo'yib qo'ydim. Bir necha daqiqalar oldin vertolyot uni terib oldi. Ha, seni mashinang jongina. Men Jimmyni bilaman. U akkuratni olib mashina yerga qo'yib qo'yadi. Qani teparoq ko'tar. Teparoq ko'tar. Dodasi-yu. Davom etur. Sag'albalarroq. Bo'ldi, yaxshi, yetadi. 3, 2, 1. Mashinani tashlab ol. Voy, enajon, voy. Voy, inasini Abjani chiqdi-yu. Parkovka qilgandan ko'ra tekis tushdi. Endi ko'ramiz, Tarikning mashinasi tirik qolganmikan? Ey, Chris, qayt, mashina o'tdi. Sani mashinani bachag'i chiqdi. Qara, sani bampering normal yursa meni urib ketdi-da. Yo'q, meni asalim. Hammasi yaxshi. Mana bu narsa senga вообще kerak emas. Onasini emsin. Yaxshi yangilik bor, bu Tarikning mashinasi emasdi. Biz uni mashinasini terib oldik, bitta dalani o'rtasiga qo'yib qo'ydik va xuddi shunday mashinani olib vertolyotda darbizlarga tashladik. Nimalar bo'lyapti? Aytganchi bu meni mashinam Yo'q, emas. bu sani mashinangning kopiyasi. Sani mashinang esa u anu Sen dalani menga o'rtasida. hozir yoqmayapti. Endi biza poyezdni oldiga qaytdik va ko'ramiz, men bu furalar uni to'xtata olarmikan. Bu furalar juda katta. Ular shunchalik kattaki, hattoki men o'zimni ehoyimni eshitaman. Agar poyezd yutadi deb o'ylasang, qo'lingni ko'tar. Men kamazliga ishonaman. Undan tashqari biza bolalarni manikenini yasadik, ularga nima bo'lishini ko'rishdik. Chandlerni yopishtirib qo'ydik. Sen tirik qolasanmi, nima deb o'ylaysan? Bilmayman, Jim. Poyezdni qo'yib yuboringlar. Poyezd. Jimmy, poyezd ketdi. Qo'shtarik, bizga yaxshiroq burchak topgan. To'xta, hozir to'xtaydi. Voy xudoyim, yo'q, u yarmiga bo'lib tashladi. Bu yoqda faqat poyezd qoldi. Poyezd bu kamazlarni buzib o'tdi. Agar xohlaganda bir necha metrlar nari ketib qolardi ular bilan birga. Bizda. Voy, yo'q, meni jigarim. Bunga nima bo'ldi? Voy, qo'llari uzilib ketibdi. Hech bo'lmaganda u osilib turibdi. Men kallasini qidirib ko'raman shu. Mana. Ha, u bo'ldi, atvar. Nima bo'ldi? Poyezd yutdi. Nima rozi? Poyezd yutdi. Hello Neighbor 2 o'yini yaqinda chiqdi va shuni nishonlash uchun men uni ichidagi uyni kopiyasini qurdim. Endi uni ustiga meteor tushib ketsa, nima bo'lishini ko'ramiz. Va shuning uchun men bu bolalarni haqiqiy manekenini yasattirdim.
Uyga meteor tushayotganda uyni qaysi burchagida bekinish yaxshiligini ko'ramiz. Uyni xohlagan burchagingizda manekenni qo'yib qo'yishinglar mumkin emas. Salom qo'shni. U haqiqiy emas. Voy, buni bagajga tiqish qiyin-e. O'ylaymanki, xavfsiz joydasan. Sen uni divanga qo'ymoqchimisan? Yostiqlar uni meteordan saqlab qolish kerak. Bu ishlash kerak. Agar uyga meteor tushayotgan bo'lsa, sen o'tga qo'yganing yaxshimi? Meteor bu yoq tarafini o'tkazib yuborish kerak. Bunda bo'laman. Endi ko'ramiz, yigitlarning qanchasi tirik qoladi. Meteorni tashlaylar. Bu 3 dan birinchi meteor edi. Qanaqa qilibdir Karl tushib ketmadi. Agar uyiga meteor tushib ketsa, mana shunaqa ko'radi. Qani keyingisini tashlaymiz. Ular meteorni ko'tarib turguncha men sizlarga Hello Neighbor 2 o'yin haqida aytib beraman. U qo'rqinchli o'yinlar ichiga kiradi. Siz shubhali qo'shningizni maxfiy sirni topishingiz kerak. Qo'rqinchli ishlar. Bu o'yinda sizlar ko'plab yo'qolayotgan odamlarni Ravenbrook degan ochiq dunyoda qidirishinglar kerak bo'ladi. Lekin hech kimga ishonmanglar. Bu yoqda hamma shubha ostida. Hech kimga ishonma. Hatto Nolanga. Ana endi ikkinchi meteorit. Lekin bu safar u yonib turibdi. Meteoritni tashlaylar. Mani mashinam. Hello Neighbor 2ni kompyuterda, Xboxda, Switchda va PlayStationda o'ynasanglar bo'ladi. Voy xudoyim. Meteorit haligacha yonib turibdi. To'xtachi. Hammasi joyida. Qandaydir mo'jiza bilan Chris haligacha tirik. Aqlimga balli. Jigarim biza tirik qoldi. Chandlerga esa juda achinib ketdim. Oxirgi meteoritni ko'taringlar. Chandler endi sen mansan. Men boyman. Meteoritni tashlab yuborishcha sen aytasan. Meteoritni tashlaylar. Ha, Voy mayli. xudoyim uchib ketdi. Voy xudoyim. Hayır Karl. Qani tirik qoldimmikan? Ha, Hello Neighbor 2 o'yinini pastga o'tib ko'chiringlar va o'yinni hozirroq o'ynanglar. Endi meteorit uyiga tushayotganda qatga bekinishni bilasizlar. Keyingi eksperiment uchun bu narsani bunga qo'shamiz. Va fil pastasini olamiz. Bu bakla esa hozirgi ko'rganinglardan 100 barobar katta. Hoy, tegma. Orqaga qoch. Hammanglar o'zingizga xavfsiz joy topinglar. Chunki hozir 100 barobar katta bangillash bo'ladi. Men shu yerda turaman. Hamda lekin 100% xavfsiz. Men Tomga. O, menga qara Jimmy, biz o'zi fillarni olib keldikmi, ularni tishini yuvish uchun? Chandler tashashimiz bilan surgan. Men 100% xavfsiz joyda o'tiribman. Tortamiz. Voy xudoyim. Mana bunga qaranglar. Butun basseynni to'ldirib tashlayapti. Fil pastasi bo'yicha eng yangi rekord bo'ldi. Stum bosib ketdi. Hozir shu basseynga sakrab yuborardim-u, lekin mumkin emasdi. Biz rasman Mark Robertdan zo'rroqmiz. Butun yerdagi boshqa odamlardan ham. Bundan yanada zo'r narsa nimaligini bilasanmi? Nolanning onasi. Nolan onasidan yana nima zo'rroqligini bilasanmi? Keyingi eksperiment. Bu de o'rgimchak odamni professional kaskadyori. Bu esa o'rgimchak odamni ishlaydigan kostyum. Va u hozir mana shu binoga chiqadi. Ketdi. O'rgimchak hissiyotlarini sezyapsanmi? Yaxshigina sezyapman. Bu o'rgimchak odam kiyimini birinchi bo'lib Jay Lazer yasagan va u 61 metrga ko'tarilgan. Dave hozir shunga o'xshash binoga chiqadi, lekin bu bino undan 2 barobar kattaroq bo'ladi. Gap yo'q. Voy, u rostdanam. Rasmga olsanmi? Men ham olaman. Men qaysi balandlikdaligimni bilmayman, lekin chiqmagunimcha tushmayman. U hozir rostdanam shu oynani tashqari tarafda turibdi. Hoy! Sen yarim yo'ldasan. Menimcha yo'lni yarimdasan deyishdi. Gap yo'q. Yomg'ir yog'yapti. Voy, yomon yog'ib ketdi. Bo'la qolsangchi. To'xta, kostyum ishlamayaptimi? Dave, bo'ldimi? Seni tushiramizmi? Hammasi yaxshi. Men ko'p marta o'rgimchak odam bo'lganman. O'rgimchak taslim bo'lmaydi. Menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Qanaqasi yo'lab qotdi-ya? Men chiqishga davom etiraman. Tepaga chiqmagunimcha pastga tushmayman. Men hozir shu yerdan turib qarayman. O'sha qo'rqib ketganman boru. Endi tushunarli nimaga u o'rgimchak odamni dublyoradi. 120 metr. Dave, sen psixogansan-u. U uddaladi. Uddaladi. Mana o'yinda ol. Senga jalk emas. Qachon keyingi o'rgimchak odam kinosi chiqadi? Aytish mumkin emas. Mayli, u Tom Hollanddan yaxshiroq. Ana endi sizlar kutgan vaqt keldi. Gidravlik press. Qo'yvar Jimmy, vaqti og'i. Yo'lla, qani surlar o'tdi. Ha, mayli. Lamborghiniga qarshi. Ko'ramiz qanchalik ezilarkan. Odatdagidek manekenlar ulardan tirik qolarmikin yo'qmi ko'ramiz. Maktabdagi bezorilar bilan shunaqa qildi. Kapot mashinadagi eng xavfsiz joy. Men seni himoya qilaman. Boshladik. Ketdi, jongidam.
Hammasi yaxshi. Voy xudoyim. Voy xudoyim. Soyga sinib ketdi. Bu ahmoqgarchilik. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, bu Lamborghini boshqa yurmaydi. Olasanglar tuzatib oling. Men u tekis bo'lib qoladi deb o'yladim, lekin kelinglar Lamborghini portlatamiz. Bang'illat! O'zimni klyukva yig'uvchidek his qilyapman.